Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Rossiyada dollar kursida yaxshigina o'zgarishlar boshlandi. 100 dollarimiz 7699 rublni ko'rsatyapti. 7 fevral tungi soat 1:30lar atrofi Amurskiy vaqti bilan 1000 dollarimiz 76997 rublni ko'rsatyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar jo'natish narxlarini ham ko'rib o'tamiz. Ko'pchilik bilgan Zolotoy koronada 1000 dollarni hisoblab ko'rdim. 1000 dollarimiz 80.031 rublni ko'rsatyapti. Hozirgi paytda Rossiyadan turib O'zbekistonga 1000 dollar jo'natsangiz 80.031 rublga jo'natishingiz mumkin. Bundan ham arzon предложениyalarni ko'rib o'tamiz. Xo'sh, mana bu yerda yana bir предложенияda hisoblab ko'rdik. Bu yerda ham 1000 dollarni 79461 rublga ko'rsatyapti. Zolotoy koronaga nisbatan kichkina raqamlarda bo'lsa ham arzon jo'natishingiz mumkin. Bundan ham arzonlari bormi deganlar uchun boshqasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, yana bir предложение, Mir привилегий degan предложениямыз. Bu yerda ham 1000 dollarni hisoblab ko'rdim. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, 79310 rublga jo'natishingiz mumkin. Endi esa Zolotoy koronada 100 dollarni hisoblab ko'raman. 100 dollarimiz 8000 rublga jo'natishingiz mumkin. Ko'pchilikda savol tug'ilyapti, Rossiyada yoki O'zbekistonda dollar kursi nima bo'ladi deganlar uchun ekspert xulosasiga ko'ra, O'zbekistonda ham, Rossiyada ham dollar kursi arzonlashi kutilyapti. 100 dollarimiz 1.228.000 so'mni ko'rsatyapti O'zbekiston so'miga. Rossiyada dollarni grafik bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana grafik bo'yicha ham 1 yil davomida dollar kursi Rossiyada arzonladi. Shu holatda davom etadigan bo'lsa, 75 ga tushib qolish ehtimoli ham bor. Yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying.